Assalomu alaykum jigarlar. Xudo xolisa bittasini qochib ketyapti. Bitta hozir sochim to'xta. To'xta. Ey pilla. Yugurib soch oling deganlarga yugurib soch olamiz. To'xta. Balki. Akalar, mana ikkitasi bor endi. Qochib ketdi. Bak. Assalomu alaykum O'zbekiston. Qulluq bo'lsinmi, qulluq bo'lsin. 16 mingta bo'ldi. Xudo xolisa kechgacha 20 mingta bo'lishga harakat qilamiz. Yugurishda davom etamiz, to'xtamaymiz. To'g'risi semiz odamni yugurtirib juda qiyin. Lekin padeshkada bo'lsa qachongacha yetib boraman. Xudo xolisa 10 million bo'lamiz deb katta niyat qilib qo'yganman. Xudo katta niyat qilaver, yarmiga bo'lsa ham beraman deydi. Xudo xolasa niyatimiz zo'r. Короче, ishdaman, odamlar ko'payib ketdi bugun yashab, va shuning uchun ko'p video qo'ya olmayapman. Padisha qilamiz. Hol O'zbekiston semizlarga qarshi kurashamiz. Juda qiyin, lekin harakat qilamiz. Hammamiz birimiz. Hamma bir kishi uchun, bir kishimiz uchun bo'lamiz. Assalomu alaykum ona xalqim. Uyg'onamiz, yugurishni trend qilamiz. Maqsadlar ashashi. Xudo xolasa, meni maqsadim 2026-yil yugurib gapirish trendga olib chiqish. Bu vizifim butun dunyoga bo'ladi. Kimni aqlli deb hisoblasangiz, bu boshlovchi bo'ladimi? Qanaqadir elparvar bo'ladimi? Xayrullo Hamidovmi? Shuhrat Musayevmi? Tashlab qo'yasizlar, yugurib gapirish bo'yicha men trend o'rnataman. Luboyga vizif qorni borki, aqlli inson deb hisoblaganingizga tashab qo'yasiz. Hech qaysi birini aqli yetmaydi. Kameraga qarab o'z fikrlarini to'liq bayon etish. O'zbekiston butun dunyoga chiqamiz. Butun dunyoni trend qilib. Bundan tashqari o'zimiz ish qilamiz. Har kuni 3 mahal kamida video qo'yamiz. Bu 3 daqiqa vaqtingizni oladi. Butun dunyoni kasallikdan qutqaramiz. Xudo xolasa maqsadlarimiz aniq. Men ismim Rustamali. Yoshim 30 da, ishdan tashqari har kuni kamida 3 ta video qo'yamiz. Xalqona xalq qo'llab turamiz, hammamiz birimiz. Assalomu alaykum O'zbekiston, 15 mingta bo'ldi. Katta rahmat hammaga. Yazini bosamiz, trendga aylantiramiz. Trendga aylantirmasak, qonni katta odamni o'rnidan turgizish juda qiyin. Lekin trend bo'lgandan keyin butun dunyo his qiladi va bu trendni amalga oshiradi. Bahanada qorinni yo'qota olamiz jigarlar. Qorini kattalarga tashlab qo'yinglar. Bu juda qiyin ularni o'rnidan turgizish, lekin hammamiz bitta bo'lsak qo'limizdan keladi jigarlar. Bosamiz, foydali narsani trend qilamiz, obuna bosib tarqatib qo'yamiz. Qorni bor jigarlarga. Xudo xolasa men shularning qatoridaman. Men ham bahanada qorinni yo'qotaman. Xudo xolasa ko'tarilib ketsak, inshaalloh reklamalar qilib, yana xalqimiz o'ziga so'la qilamiz. Bosamiz O'zbekiston. Xalq O'zbekiston, hammamiz birimiz. Hamma bir kishi uchun, bir kishi ham uchun. Assalomu alaykum o'pkalarim, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Qiynalmasdan. Yoqimli tun. Kuf suf etsa-yu 1 million bo'lsa, yomon qiyin ekan obunash to'plash. 20 mingta ham bo'la olmadi. Bo'pti, yaxshi dam olinglar. Xudo xolasa bo'lib qolar. Xudoni bergani. Yaxshi dam olinglar, bosamiz. Assalomu alaykum O'zbekiston, 14-yanvar kuni video qo'ygandim. Yorvordinglar padeshkani. Bugun bo'lsa umuman padeshka yo'q. Akalar yugurishdi, yomon taraflar yo'q. Bo'lsa komment yozaveringlar. Xudo xolasa 1 yil ichida Xudo xolasa 10 million obunachi deganman. Maqsadim sari tinimsiz harakat qilyapman. Lekin umuman oyoqlarim qaqshab, 2 sutka uxlamaganman aktivlarni ko'rib. Bugun bo'lsa vobshi sizlarman. Mobilaga o'xshab o'tkazib yuboryapsizlarmi akalar? Bosinglar, nima ketadi? Tekinu jon akalar. Nima deyapti bu garang? O'tkazib yubor.